Xamirlari yumshoq bo'lib chiqadigan, bolaligimizdagi ta'mni eslatadigan o'sha go'shtli pirogni birgalikda tayyorlaymiz. Avval sariyog' bilan unni kroshka holiga keltirib olamiz. Ustidan qatiq, tuxum, tuz va razrixlichini solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan qilib xamir qilamiz. Xamirimizni ikkiga bo'lamiz. Bittasi kattaroq, bittasi kichikroq bo'ladi va paketga solib, xolodilnikka tindirgani qoldiramiz. Xamirlarimiz tinguncha nachinkasini tayyorlab olamiz. Go'sht, kartoshka, piyoz hammasini mayda qilib to'g'rab, ta'bga ko'ra tuz, ziravorlar, ukrop va o'simlik yog'idan solib aralashtirib olamiz. Endi tingan xamirlarimizni xolodilnikdan olib, kattarog'ini listimizga moslab yoyib olamiz. Yoyib olgan xamirimizni listimizga joylab, ustidan nachinkamizni solib chiqamiz va ikkinchi xamirimizni ham yoyib, nachinkamizni ustidan qo'yib, chetlarini chiroyli ko'rinishda tugib olamiz. Chetlarini shu ko'rinishda tugsanglar, piroginglar yana ham chiroyli bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lgan pirogimizni ustidan tuxum sarig'ini surib, kunjut va sedanalardan sepib, qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Pirogimiz shunaqa chiroyli bo'lib qizarib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qolib oling.